Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlarim. Bugun yana bitta qiziq voqea bo'ldi-da hozir. Bir xilga payt iloji yo'q endi. Ertaroq yetib borish kerak. Uydan choy ichib, kiyinib, yuvinib chiqib, haligi mashinani yuvgani bir problema bo'lib qoladi. Vaqti kelsa, kechasi yuvsangiz yana o'sha chang bo'lib qolyapti haligi. Imkoni yo'q bir xilga payt galstukda mashina yuvaryapman-da. Iloji yo'q, yuvib tursam hozir nima kelib, mo'ykachi bola, mo'ykani endi boshqarib o'tiradigan bola kelib, aka siz qayerda ishlaysiz, o'zi nima ish qilasiz deyapti. Endi ko'rmagan, tanimasa kerak edi. Har kuni kelasiz shu mo'ykaga deydi. Har kuni ko'raman dedi. Xudoga shukr, hali to'ylar endi bu klientlarimizni mana baraka topishsin, intilishgani hisobiga, orzu havas hisobiga mana har kuni to'ydamiz. Har kuni bitta mo'ykada yurganim sababli hayratlanib so'rayotdi. Ukajonim dedim. Davlat ishida ishlamayman, men shunaqa zaksga chiqaman desam, bo'ldi aka, bo'ldi deb xursand bo'lyapti. Shu ajoyib. Tanimagan odamga bizni ishimiz bir hayratlanarli-da endi. Biz uchun odatiy hol bo'lib qolgan, lekin tashqaridan kuzatadiganlarga demak qiziq tuyular ekanda. Xudo xolasa to'ylaringizda shunaqa qilib chiroyli qilib xizmatda bo'laman. Aloqada qolinglar. Assalomu alaykum qadrdon mehribonlarim. Juda ko'p sonli obunachilarimizni talab va takliflariga binoan aka viktorina qiluvdingiz, yaxshi bo'luvdi, yana qilmayapsiz deyishyapti. Mana xudo xolasa bugun o'ylab viktorinaga start bermoqchiman. Yana bitta topshiriq. Bitta odam topishmoq. Bir odam yo'lda ketayotgan ekan. Yo'lda jarliqqa qoqinib, yiqilib tushibdi. Jarliqda bir shox ilinib turgan ekan. Daraxt shoxiga ilinib qopti. Daraxt shoxini tepa tomonidan ikkita sichqon kemirayotgan ekan. Pastda ajdarho og'zini ochib turgan ekan. Pastga qarasa ajdarho ko'rinibdi, tepaga qarasa sichqonlar turganimish, yoniga qarasa asal turgan ekan. Haligi asaldan bitta tatib ko'ribdi. Bu nimaga berilgan ta'rif va qaysi kitobda yozilgan? Kommentariyalarda javoblarni kutaman, sovg'alar bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 4:30 bo'ldi sahar. Sahar 4:30da mana polvon mashina yuribdilar. Chotga qilib boqqani zaks ketyapti. Yoz yog'anda biz zaksda. 6ga yetib keling dedilar-da, polvon endi nima qilasiz? Sahar yetib borasizlar, xolos qichqirmas. Tinch bo'laverasizlar. Xudo xolasa sizlarni ham to'ylaringizda mashina qilib javonlanib xizmat qilamiz. Vizza qilib, mashina chiroyli qilib yuvib bo'ladi. Sahar yuvmasangiz, bu mashinani deng chay to'zon ertalab boyaga deb qoladi mashinani. Iloji yo'q. Tanjonlari sog' bo'laversin, chotki xizmat qilib yuraveraylik. Biz charchamaymiz. Xudo xolasa charchamaymiz. Sizlar xursand bo'lsalaring, men xursandman.